Ha, onajon, bana dam oldim. Bugun bir farsh olib keling, go'sht olib keling, bir shashlik qilib, so'rida o'tirib, bir dam olaylik, nima demadingiz? deb olib, maza qilib yashaydigan ushbu sarochamiz bugun sotuvda. Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi sotilayotgan xonadonimiz Qirg'iziston O'sh shahri 10 adirga chiqqaninglarda telesentrning orqa tomoni, ya'ni Imomotadan o'tasizlar. O'ng qo'limizda qabriston keladi, to'g'rimi? Tevaroqda. Shu qabristondan o'tiblar sirasi o'ng qo'lga kirasizlar. Biz oldimizda, ya'ni Fukus Vostok deb shashlikxona bor, yo'lda bo'yida. Shu shashlikxonaga yetmasdan o'ng qo'lda ko'cha bor. Shu ko'chadan kirsanglar ham bo'laveradi yoki Beshkapadan kirsanglar ham bo'laveradi. Ya'ni 229-ko'cha 3-xonadonimiz bugun sotuvda. Mahallamizda gaz, suv, svet, oldimizda qo'shnimiz mana masjid. Bu kirorish, ya'ni yopiq robotxonamiz. Remontlarimiz xudo xolasa tayyor ekan. Asosiysi remont qilmaysizlar do'stlarim. Bularimiz ham chiroyli. Kirganimizda bu tomonimizda mana 4 ta 5 ta xona, sanuzullar alohida va pastimizda sahnimizga uje bitonlarimizni ham qo'yib qo'ygan ekan. Mana bu yerda so'rimiz joylashgan. Mana bu tomonda esa, ya'ni chap qo'limizda 2 ta xonalik kuxnyamiz bor va mana burchakda, ya'ni mahallamizga qarab bitta chiroyli zalimiz ham tushgan. Shunday go'zal xonadon do'stlarim. Mana bu birinchi xonamiz, ko'rsatib berib qo'yasiz. Bu hozirgi kunda mehmonxona ekan, mashalloh do'stlar, qaranglar. Juda ham go'zal remontlar do'stlar. Endi bu xonamizdan chiqamiz. Mana bu yerda 2 ta xonalik kuxnyamiz bor. Ya'ni bu birinchi xonasi. Suv, svet, gaz, hammasi xudo xolasa bor. Bu yerda xolodilnik, mashinalarimiz turadi ekan va mana bu yerda esa yana bitta xonamiz bor. Bu xonamiz ham kichkinagina, shinamgina, chiroyli, katta romlar qo'yilgan ekan. Mana do'stlarim, yoqyaptimi? Zo'rmi do'stlar? Endi do'stlar, robotdan kirganimizda o'ng qo'ldagi xonalarimizni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Aka, kelavering. Bismillah. Voy, muzdek xonalar do'stlar. Konditsionerlarimiz bor. Kirganimizda mana bu birinchi xonamiz. Bu ya'ni spalniy ekan. Mana. Bunimiz hozirgi kunda spalniy o'rnida ekan. Endi bu yerimiz chiroyli bir. Bu ham bir xona ekan do'stlar, qaranglar. Qayerdan boshlashni bilmay qo'yapman. Keling aka. Mana bu ikkinchi xonamiz. Bu xonamiz ham o'zigacha bir chiroyli remontlarda bo'lgan ekan. Qand yeb qo'yib ketib do'stlarim, chunki choy ichib bo'ldim hali. Va muzdaliga qatlab mazza. Do'stlar, bu esa yana bitta xonamiz. Bu xonamizda mana televizor qo'ysanglar bo'ladigan antenna qilib televizion ekan. Mana tayyor. Lyustralar ham o'zgacha, aboylari yangi. Mana kotyol yoqasizlar ekan. Qaranglar, ataplini bor xudo xolasa. Va bu xonamizdan mana bu spalniyimizga kirib o'tamiz. Endi bu yerimiz ham bitta spalniy ekan, mana do'stlar. Detskiy spalniy ekan. Sizlar ham detskiy xona qilib qo'ysanglar, juda ham zo'r bo'ladi. Mana bu yerda ham pechkamiz, ataplinamiz bor ekan do'stlarim. Endi bismillah do'stlar, mana robotdan kirdik. O'ng qo'limizni ko'rib chiqyapmiz. Kelinglar. Ya'ni hozirgi ko'rgan uylarimizni, ya'ni mana burchak tomonida, oxirgi tomonida bu yerimiz hojatxona ekan. Bu dushimiz ekan va mana uyimizni to'risida joylashgan ushbu joyimiz ham bor. Chunki bu 6 sotik do'stlarim. Mana ba'da ham bir 3 ta 4 ta xonaga chiroyli qilib betonlarda quyib qo'yishgan ekan. Aka, sal pastroqqa tushib berasiz. Mana bu agritlarimizni ham ko'rsatib berib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Mana do'stlar, bu yerda ya'ni mevali daraxtimiz bor. 10 adirda joylashgan 229-ko'chadagi 3-xonadonimizning puli $150 ming.
kami bor. Behijolat telefon qilaverasizlar. 150 ming dollar kami bor. Tayyor sharoit turishi beriladi do'stlarim. Mana Robotimizdan chiqsanglar Imomota yaqin. Bu yog'imizdan chiqadigan bo'lsanglar mana 5 kapa, 5,5 kapalardan chiqsanglar ham bo'laveradi. Bu yog'imiz Yugoslav tomonga tushib ketasizlar. Xullas zo'r joylar, manzaraga boy. 150 ming dollar kami bor do'stlarim. Telefon raqamlarimizni yozinglar. 0554 bilan 54 24 33. Qaytaraman. 0554 bilan 54 24 33. Uy yo'llar ham shunaqa chiroyli uyli bo'lib qolsin. Kirib kelayotgan hayit bayraminglar muborak bo'lsin do'stlarim. Xonadoninglardan fayz baraka hech qachon uzilmasin. Sog' bo'linglar do'stlarim. Qani aka bizga duo bering. Biz pulimizni bering ketdik. Allohu akbar.